Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun sizlarga sehrli va sirli burch Parizod burchi haqida so'zlab beraman. Parizod burchi sanalari 25 fevraldan 20 martgacha bo'lgan davrda tug'ilganlar Parizod burchi vakillari hisoblanadi. Bu burch ostida tug'ilgan insonlar juda noziktab, mehribon va orzular bilan yashaydigan odamlardir. Ular go'zallikni, sokinlikni va ruhiy tinchlikni juda qadrlashadi. Parizodlar boshqalarga mehr bilan munosabatda bo'lib, yuraklarida ezgulikni saqlashadi. Ular ijodkor, orzuchan va hayotda o'z yo'lini yurishni yoqtirishadi. Eng katta kuchi esa toza qalb va ichki sezgidir. Shu sabab parizodlar boshqalarning dardini yurakdan his qilishadi. Agar sizning do'stingiz yoki yaqin insoningiz Parizod burchidan bo'lsa, biling, sizning yoningizda juda samimiy va sadoqatli va mehrga to'la odam bor. Kanalimizga obuna bo'ling. Do'stlaringizga yuborishni unutmang.